Assalomu alaykum qarindoshlar, gruppadoshlar. Drakon haqida ozgina video olamiz. Xo'sh, menda 5 kamligi uchun Kastalon bilan tulki ayol qo'yganman. Endi tulki ayol ham bo'ladi-yu. Lekin Kastalon 5 yo'qligi uchun qilingan. Shu bor besim shu. Keyin alxemik qancha bo'lsa o'shancha orqa tarafdan qo'yish kerak. Alxemik jon berib turadi beslarga. Endi urish tartibi giroy. Menda kalera 2 bo'lsa ham, bu ham kalera jonni saqlab turadi. Maqsad 3-udargacha borish, ikkinchidan o'tib. Endi qarang, urish tartibi. Biladi internet. Menda avto ham o'chirilgan, 2x ham o'chirilgan. Oyoqni ikkinchisini poylaymiz. Ana shundan keyin qochamiz. Olovni sepadi. Ikki oyoq urishi bilan kalerani bosiladi. Tristan bo'lsa, Tristanda ham shunaqa. 1 2 qochamiz. Qochiladi. Oyoq kelyapti. 1 zarba. 2 kalera. Endi 3-udarga boradi shunda. 2 qochamiz. Qo'shimcha yana 5-6 million ochko olib beradi bu holatda. Bo'ldi. Shunga e'tibor qilinglar. Mana. Menda beslarim hammasi 8, 9 shunaqa. Kimda 5 ko'p bo'lsa, yaxshiroq ochko oladi. Bu holatda. Shunga e'tibor qilinglar. Rahmat. Если что, jon bergan 2790. Kimda kalerasi bo'lmasa, Tristan qo'ysa ham bo'ladi.